Assalomu alaykum azizlar. Shifokor bo'lganim uchun sizlar bilan qon ivishini sekinlashtiruvchi, ya'ni xalq tilida qonni suyultiruvchi moddalar haqida qisqacha suhbat olib boramiz. Qonni geparin, guridin, kumarin, oksikumarin va uning unumlari, salisilat kislotasi va uning unumlari va boshqa moddalar xalq tilida qonni suyultiradi, ya'ni fan tilida qon ivishini sekinlashtiradi. Geparin qonni suyultirishiga sabab qon tarkibidagi protrombinni trombga aylanishini sekinlashtiradi. Trombosit hujayralarini bir-biriga yopishishni kamaytiradi va natijada qon ivishi sekinlashadi, ya'ni xalq tilida qon suyuqlashadi. Salisilat kislotasi, ya'ni aspirin, qondagi trombosit hujayralarini tashqi qavatiga ta'sir qilib o'zgartirgani uchun trombosit hujayralari qon ivishida qatnashishi pasayadi va natijada qon ivishi sekinlashadi, ya'ni xalq tilida qon suyuqlashadi. Qisqasi, har qanday holatda ham qon hujayralarida o'zgarish bo'lar ekan. Demak, shifokor ko'rsatmasiga asoslanib qonni suyultiruvchilarni iste'mol qilish kerak. Misol uchun, qon kasalliklarida, qandlik diabet, oshqozon ichak yara kasalliklarida va boshqalarda. Birinchi, ota-bobomiz qo'llagan usul hijoma qilib qon chiqarib tashlaganda qon hujayralarida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Ibn Sino tib qonunlari 1992-yil 153-betda Ibn Sino qo'ldagi tirsak oldidagi vena qon tomirini kesish usuli bilan qon chiqarib tashlash kerakligi haqida ma'lumot bergan. Hozir texnika taraqqiyoti tufayli bilakdagi vena qon tomiridan shpris yordamida qon chiqarib tashlasa ham bo'ladi. Shpris yordamida qon chiqarib tashlash oson, xavfsiz va ishonchli hisoblanishining sababi teri kesilmaydi. Qonga va kesilgan joyga infeksiya tushish ehtimoli bo'lib, yana kesilgan joydagi yarani bitishini ham hisobga olish kerak. Qortiq yordamida qon olganda ham teri kesilib juda kam miqdorda olingani uchun qonni suyultirishiga ta'siri juda kam bo'ladi. Bobojonov ichki kasalliklar darslik 2008-yil 89-betda ham organizmdan 200-300 gram qon chiqarib tashlashni tavsiya qilgan. Ikkinchi, tabiatda kumarin olchada, bo'znochaning o'lmas o'tda, sassiq kavrak, kik o'ti, qari qiz, ramashka, sedana va boshqalarda bo'ladi. Uchinchi, moychechak, ya'ni ramashka tarkibida qonni suyultiruvchi 3 ta modda kumarin, deoksikumarin, salisilat kislotasi bo'lib, qonni suyultirishdan tashqari jigar, buyrak va oshqozon ichak tizimiga foydali ta'sir qiladi. To'rtinchi, olchada qonni suyultiruvchi 2 ta modda kumarin, oksikumarin moddalari bor. Olcha qoqisi yoki o'zini choyga o'xshab damlab ichilsa qon ivishini sekinlashtiradi, ya'ni suyultiradi. Yana vitamin C va P bo'lib, qon tomiriga foydali ta'sir qiladi. Olcha yana CD haydaydi. 5. Kik o'tida qonni suyultiruvchi bitta kumarin moddasi bo'lib, qonni suyultirishdan tashqari buyrakda qon aylanishini yaxshilashi hisobiga organizmdan CD haydab qondagi har xil zaharli moddalarni sidik orqali chiqarib yuboradi. Kik o'tini tarkibida organizmga foydali bo'lgan kremniy, ya'ni silikat kislotasi borligini ham unutmaslik kerak. 6. Yantoqda qonni suyultiruvchi bitta kumarin moddasi bo'lib, yantoqni hamma qismida, ayniqsa ildizida ko'p miqdorda kumarin moddasi saqlaydi. Yana olchaga o'xshab yantoq tarkibida ham vitamin C va
P bo'ladi va qon tomiriga foydali ta'sir qiladi. Yantoqni olchadan farqi, yantoq organizmdan CD haydashi to'g'risida biz o'qigan kitoblarda ma'lumot berilmagan. 7. Zuluk ham qonni suyultirishiga sabab. So'lagini tarkibida gurridin moddasi bor. Zuluk so'lagini tarkibida yana boshqa foydali moddalar ham bor. 8. Geparin qonni suyultirishiga sabab. Protrombinni trombga aylanishiga ta'sir qiladi. Yana trombositlarni bir-biriga yopishishini ham kamaytiradi. Bundan tashqari, yangi hosil bo'lgan tromblarni eritish yoki so'rilib ketishini kuchaytiradi, lekin eski trombga esa uncha ta'sir qilmaydi. Qisqachasi, qon tarkibida o'zgarish bo'ladi. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz.